Hörmətli televizor köykçülər, yaxşımsızlar. Ekran aldıda Aygül Ablat. Əziz qeyrindaşlar, aldı bilən sizlərə yürekdən salam yollayman. Baş ştabi Germaniyanın Münxen şəhərindəki Şərqi Türkistan İnformasyon Mərkəzi tərəfindən təsis qılınğan Uyğur televiziyasının məxsus xəbərlər proqramısına xoş gəldinizlər. Tianshan Toru'nun xəbər qilishçə 7-ci ayının 1-ci günü Qashqar Fayzvat nahiyəsinin Yeni Məhəllə yesidən 180 nəfər Uyğur qızları poyez bilan Beijingdəki Jiaxun kiyim-kechak çəklik şirkətiga işlənçilikə yolğa silingan. Hazırga qadar bu nahiyədən içki ölkələrə ivətilgan işlənçilərinin umum sani 2000 nəfər olub, Xitay hökumətinin planı bu yıl içində içki ölkələrə ivətildiganlarının sanını 5000-ga yetkizиш ekan. Etikning vatandan egallishicha, navbatda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan iqtisodiy jazolash tadbirlari shuncha rahimsiz darajaga berib yetganki, odatdagi ishlarga beriladigan jazomi Uyg'urlarning bir qancha yillik kirimidan eshib ketadi. Masalan, hozir Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonning janubiy rayonlarida chimbal taqagan ayollarning yuzini echish harakatini qo'zg'agan bo'lib, agar hukumatning talabini rad qilsa, her bir ayolga 5000 yuan jarimani qo'yadi ekan. Xitoyning ayollarga qo'ygan yuqorqi jazosi janubdagi bir Uyg'ur dehqonning 5 yillik kirimi bilan teng. Etikning vatandan egallishicha, Xitoy hukumati navbatda Sharqiy Turkiston miqyosi bo'yicha Uyg'urlarga hajiga bormayman deb imzo atqizish harakati qo'zg'agan bo'lib, bu harakatda diniy zotlar va yashanganlar asosiy nishon qilingan. Bu harakat jarayonida hajga berish uchun pasport elib bo'lganlarning hammasining pasporti tortib olingan, banklardagi pulmi to'ngiltib qo'yilgan. Undan boshqa yana o'tgan yil haj qilish uchun Pokiston orqali chiqqan Uyg'urlarning hammasiga tekshirish va so'roq qilish obyektiga qilingan bo'lib, xabarlarga qaraganda Pokistondan qaytib kelgan Uyg'urlarning bir qismi Pakistan'da hükümetimizge karşı namayışqa qatnaşqan degan sabab bilan qo'lga ilingan. Yani bir qismi bolsa o'tir hisob bilan 7-8 qitimlab saqchilar tarafidan chaqirilib so'roqqa tortilgan. Etikning vatandan bevosita egallishicha, yaqinda Xotanning Chira nahiyasiga qarashli Gulaqma yesida 20 dan ortiq Uyg'ur yosh saqchilar tarafidan bo'lguncha tashkilotga qatnaşqan degan nom bilan tutib ketilgan. Xitoy saqchi doiralari bu harakatni bahona qilib Chira va uningga qo'shni nahiyalarda umumyuzlik aqtirib tutish harakati qo'zg'agan. Etik yuqorqi voqea haqida yanada tafsiliy ma'lumot olishga tirishmoqda. Xitoyning Funhuang haftalik jurnalida e'lon qilingan ichki o'lkalardagi Uyg'ur sargardon o'smirlar haqida tekshirish nomli dokladda ko'rsatilishicha, Abnum raylı qutqizish va yordam berish punktining sonliq ma'lumotlarida ichki o'lkalardagi sargardon Uyg'ur o'smirlarining umumiy soni 4000 dan ortiq deb ko'rsatilgan bo'lsa-mu, amaliyotdagi son buningdan xeylilar ko'p ekan. Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasining yana bir dokladida ko'rsatilishicha, 2003-yili 1-oydan 2005-yili 12-oygacha Abnum rayliq hukumat tarafidan Xitoyning ichki o'lkalaridan qaytirib kelingan Uyg'ur o'smirlarining soni 3660 nafar bo'lib, bu ichki o'lkalardagi sargardon Uyg'ur o'smirlarining oralla 12,7%ni tashkil qildi ekan. Bularning 90%dan ko'pragi Sharqiy Turkistonning janubiy rayonlariga mansub. İçki ölkələrdəki sargardon Uyg'ur o'smirlarining hammasi degidek uylardan kichik yoshda ayrilg'ashqa, garchi ular ota-onasini nihoyat sevganligini bildirsimi, ammo qaytirib kelingandan keyin ko'pinchisi yurtini va hatto ota-onasini xotirlay olmaydigan darajaga yetgan. Bularning kichigi 3 yosh, cho'ngi 16 yoshda ekan, ko'pinchisi yetim bolalar ekan. Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasining tadqiqotchisi Li Xiaoxiaoning bildirishicha, sargardon Uyg'ur o'smirlarining sonining buncha ko'payib ketishining asosli sabablari Sharqiy Turkistonning janubiy rayonlaridagi Uyg'urlar ichida ajrashish
və işsizlik nisbati yuqori, terilg'u yer az, odam ko'p. Bu rayondagi Uyg'urlarning hammasi degidek nomrod bo'lib, bütün Şərqi Türkistan bo'yicha 35 nomrod nahiyaning 23si janubiy rayonlarda ekan. Tədqiqatçı Li Xiaoxiao apandi Uyg'ur o'smirlari va yoshlarining islomdan uzoqlashib ketayotganligi, ular ichida o'g'irlik qilmishlarining avj elib ketishining asosli sababi deb ko'rsatgan. Li apandi bu haqda to'xtalib, Uyg'urlar islom diniga e'tiqod qildi. Islomda o'g'irlik qattiq cheklangan. Hozir bo'lsa ko'plagan Uyg'ur yoshlari islomdan uzoqlashishga boshladi. Ular ichida haroq ichadigan, o'g'irlik qiladigan, an'anaviy axloq va isil urf odatlarga xiloflik qiladiganlarmi ko'payishga boshladi deb bayon qilgan. Yuqorqi maqolada ko'rsatilishicha, 2007 yil 1-oyda Sharqiy Turkiston hukumat tarafidan sargardon o'smir va tilanchilar uchun 51 qutqizish punkti qurilgan bo'lib, bu punktlarga yig'ilingan sargardon o'smir va tilanchilarning soni 24500 odam qitimga yetgan va bularning hammasi janubdagi Qashqar, Atush va Xotan viloyatlariga tava insonlar ekan. Sharqiy Turkistonning Uyg'ur zich o'ltiraqlashgan janubiy rayonlarida Xitoylar tarafidan boshqarilayotgan fahishxonalarning sonining tez suratda ko'payishi yerliklarni qattiq andishiga solmoqda. Masalan, etikning vatandan bevosita egallashicha, navbatda janubdagi eng asosli tosh yo'l o'tish nuqtasi hisoblangan Maralbeshining Sansaku eg'izining o'zida Xitoy xo'jayinlar tarafidan yoshirin echilgan fahishxonalarning soni 80 ga berib yetgan. Bu fahishxonalarda Xitoy, Uyg'ur, Tojik, Qozoq millatidan bo'lgan Uyg'ur qizlar ishlaydi ekan. Fahishxona xo'jayini va cho'moqchilarning hammasi Xitoy bo'lib, yerlik qizlarni Xitoylar bilan birga bo'lishga zo'rlaydi ekan. Bu ahvol yerliklarning qattiq g'azabini qo'zg'agan. Garchi yerlik xalqlar munosabatlik o'rinlarga ahvolni inkos qilgan bo'lsa-mu, ammo fahishxona xo'jayinlari bilan saqchi o'rinlari sherik bo'lg'achqa, qonun o'rinlari bular normal mehmonxonalar deb axlab hech bir tadbir qo'llanmagan. Bundaq fahishxonalar Fayzvot noyasida ko'p ekan. Etikning vatandan egallashicha, Xitoy hukumati yaqinqi yillardan buyon Sharqiy Turkistonda siyosiy sababdan qo'lga ilingan va hech bir dalil isbot topolmay qo'yib berishga majbur bo'lganlardan 30 ming yuandan 10 ming yuangacha kapolat puli elish tizimini yo'lga qo'ygan bo'lib, yer, zamin va qoro joylarini setib kapolat puli to'laganlarning hech biri keyin bu pulni qaytarib ola olmaydi ekan. Shu sababdan vayron bo'lgan oilalar nihoyatda ko'p ekan. Bo'libmi, yilda bir boshlangan qattiq zarba berish harakati mezgilda qonun o'rinlarining g'alisi kapolat puli bilan to'shib ketadi ekan. Xitoy hukumati siyosiy sababdan jazoga tortilib, muddati to'shib qo'yib berilgan Uyg'urlardanmi kapolat puli elishni yo'lga qo'ygan. Agar belgilangan pulni topolmasa, muddati to'shgan taqdirdami qo'yib bermaydi ekan. Yaqinda Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonda kishilarning yillik eng tuvan turmush o'lchimini 700 yuan qilib bekitgan va yillik kirimi buningdan tuvan bo'lg'uchilarga Xalq ishlari idorasi tarafidan tuvan turmush kapolat puli tarqitib berilganligi, buning bilan hech kimning och yalang'och qolmaydiganligini jakolagan edi. Etikning vatandan egallashicha, navbatda Xitoy hukumati janubiy rayonlardagi nomrod Uyg'ur dehqonlarga oila bo'yicha 117 yuandan sadaqa tarqitishga boshlagan. Afsuski, bu sadaqa hech kimning qo'liga to'liq tegmagan. Sababi, yerlik hukumatlar bu pulning yarmini har xil siyliqlar uchun tutib qoladi ekan. Ya'ni kelib bu pulni olg'uvchilar hukumatga yilda 30 kun haqsiz ishlashi lozim ekan. Xitoy hokimiyatining tuvan turmush kapolat puli bilan yerlik nomrod dehqonlarning qinini sho'rashdak bu xil razil qilmishi kishilarning qattiq g'azabini qo'zg'agan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuning bilan bu qitimqi maxsus xabarlar programmamiz oyoqlashdi. Xayr xo'sh, kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik.